Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa eniga 3 metr, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. High texnik variantda nijdivinka juda chiroyli va ideal qilib chiqarilgan. Ruchkalar ham haliginaqa nima deydi, bedefekt. O'ta chiroyli holatda. Endi mana bunaqa joylar endi bu qirilgan joy emas-ku. Laka plastining o'ziniki mana. Endi xohlovchilar bunisiga nijdivinka deydi. Tillaranglar xohlovchilar qora deydi, xohlasalar nikkelli deydi. Farqi yo'q biz. Qaysi klient qaysini talab qiladigan bo'lsa, o'sha asosda chiroyli qilib olib borib o'rnatamiz. Buni kvadrat metri esa 650 ming so'mdan 15 kvadrat chiqadi, 3,5 imiz. Xo'p, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahriga olib ketilyapti. Xudo xolasa bugun yuklanadi kechqurun. Xo'p, mana shu darvozamiz dastavka, ustonovka hammasi ichida qilib 6 million 800 mingga tayyorladik mana. Xo'p, bu darvozamiz esa kvadrat metrini 1 million 350 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu yo'llari 1 qavat, bu yo'llari 2 qavat. Xo'p, tagi qismlariga ham bu yo'llari 2 qavat, bunisi ham 2 qavat, qolgan joylar, taroqlari 1 qavatdan bo'ladi. Ichki profillari keladigan bo'lsa 1,7 stena, oshmosh shanner tarafiga, ichkilarniki esa 1,5 stenada bo'ladi. Xo'p, yonlariga keladigan bo'lsa, buni yonlari esa 10 ga 10, 2,5 stena. Addenni alohida kirib chiqish eshik deyishdi. Alohida eshigiga mana 10 ga 10, 2,5 stenada. Oyog'ini ostida shiviller, to'xtavurni shiviller, rossiyskiy. Bu darvozamiz eniga 4,10, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. Xohlovchilar matviy holatida, xohlaysizlar glasniy holatda qilib beramiz. Bu yerda esa mana to'rtburchak qilib joy qoldirilgan. Zamogimiz o'rnaydi. Chiroyli va ideal qilib o'rnatib beramiz. Bu darvozamiz esa Oqqo'rg'onga o'rnaydi. Xudo xolasa bugun kechga buni ham tayyorlab o'ramiz, o'rnatib o'ramiz. Yetib boradi Xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bexijolatni 97 li 335 35 45 97 88 li 035 35 95 nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Dastavka, borib o'lchash, ustanovka, zamok hammasi ichida bo'ladi.